Bu fokusni har bir ko'rgan odam montaj yoki ikkita tanga bor deb o'ylaydi, lekin men sizga bir dona tanga yordamida shu fokusni ko'rsatishni o'rgatib qo'yaman. Chunki men Shoyatbek Mirzayev 100 ta fokus o'rgatish challenge'iga start berganman va bu 16-video. Oldimdagi 15 ta fokuslarni ko'rish uchun shunchaki profilga kiring va bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa shunchaki saqlanib qo'ying. Keyingi 84 ta fokus nimalar bilan bo'lishini kommentariyada yozib qoldirib, bitta like va bitta kommentariy yozib qo'ysanglar, aytgancha siz yangisiz, hozir obuna bo'lib qo'ysangiz, men fokusni o'rgatishga. Buning uchun esa bizga bitta stakan va bitta tanga kerak bo'ladi. Tangani xuddi stakan tagiga o'rayotgandek ko'rsatib, tushiradigan paytimizda uni yonboshdan tepaga otamiz va kaftimizga tegib stakan ichiga tushadi. Diqqat bilan qarang. Xuddi o'rtasiga o'rayotgandek ko'rsatasiz, lekin tepaga otganingizda kaftingizdan stakanga tushadi. Video sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Sizlarga qolgan fokuslarni ham tezroq o'rgatishimda sizlardan motivatsiya bo'lish uchun kommentariy va layklarni ayamaysizlar degan umiddaman va videoni aytganimda yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq saqlanib qo'ying. Sizlar bilan Shoyatbek Mirzayev bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.